Hozirda yozning issiq jazirama kunida chorvalarimizni qiynayotgan yana bitta muammo bu pashsha muammosi, chivin muammosi. Endi bunga yaxshi bir yechim Mobil X degani bo'lardi. Bu ham emas. Chayon degani bor mana. Bu ham yaxshi effekt bermay qo'ydi. Eng yaxshi usul arzon va sifatli usul. Buni bobochani hamma taniydi. Yaxshilab qaranglar, taniysizlar sizlar mana. Bobochani bittasini olib tarelkaga solib qo'yilardi, oldin ozgina suv quyilardi. Endi shu narsani biz mana bu yopishroq kilega qilamiz. Shuni mana shu o'rtasidan ochiladi. O'rtasidan ochib turib, shu o'rtasiga shuni shunga tashab qo'yiladi. Bir kundagi rezultatni ko'rasizlar. Bu mashina ikkalasini chiqishi 1000 so'm. 1000 so'm. Kuniga almashtirsangiz ham bir haftada 7000 so'm pul ketadi. Mana uni donasi 7000 so'm, mana uni donasi 6000 so'm. Ulardan ko'ra hozir mashlarning effekti yaxshi bo'ladi. Bobocha bilan kilecha ikkalasini birga aralashtirib, log'ositdagi mana men aytgan shu bobocha. Tanilaringga, o mahallani boshida o'tiradi mana. Mana kilecha. Mana şu arada saçıp gösteren bo'ldi ekan. Mana effekti. Hocam mana bitta kelib pishdi hocam. Mana bir kunlik rezultat. Shuncha pashsha bo'lyapti, mana kasallikni tarqatadigan ham, hali molga yuqtiradigan ham mana shu harami bo'ladi o'zi. Shunchasini mana bugun oilasi bilan, ulug' aymog'i bilan pishirib yubordik.